Assalomu alaykum obunachilar. Bola Navoz ikkinchisiga 16 litr sutga 60 million so'm aytilyapti. 53 million so'mga berilmayapti ekan. Maskali tolib baho qilyapti. 53 million so'm. 15-16 litr Bola Navoz 2,5 oylik. 53 million so'm. Üçüncü Saramollarımız çıktı. Orqasidan dehqonbob, pul yengil variantlar, bo'g'ozlarni ham ulab ketaman video syomkaga. Kanalda aktiv bo'lib, akalar, bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun mehnat qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birinchisiga 23 million so'm. 23 million so'm baraka bo'lgan. Qonni bolasi teyapti, 6,5-7 oylik bo'g'oz 23 million so'mga. Baraka bo'ldi aka-ukalar. Birinchisiga bo'g'oz 4 sonlarsi 23 million so'mga. Marhamat mol bozorida baraka. Mahmudovni molni beradi. Bolani Navoz. Moli o bo'zak bo'lib beradi şimdi. Doğrusunu bo'zak bo'lib beradi. Oltoy sasiz, oltoy sigirni o'zi ham kerak bo'ladi. Qarang, sizda eng kamida yo'q degani 15 taga oling deyapman. Bundan qoladi. Manaqa beraman deb dangali. Tasqotdan gapiring, 30 bering. Ya hozir 15 litr sutga Bola Navoz qo'ylardan 120 lik mol 30 million so'm so'ralyapti. 30 million so'mga beraman deydi. 34 million so'mdan aytilyapti. Yo'q, shu yerda o'zi pora beradi. 34 million so'm. Mo'toni shu yerda o'zi mol Savdo necha pul bo'lyapti hozir buniki? 32 million 300 ming so'mga berilmayapti. Yangar beradi mana shu bolalar bozorga. Danga xolis gapiring, mana shuni xolis gapiring. 32 million. Sizga bo'lmasam, u molni. Navbatdagi shved parodamiz bola o'naji bir kishi bosgan Qirg'iziston parodasi. Bolasi o'naji bir kishi bosgan 25 million so'mga berilmayapti. Necha pullar aytyapsiz? Yaqinroq. 35 million so'mdan aytilyapti. 25 million so'mga berilmayapti. Bola o'naji 8-10 sutga birinchisiga. Bolasi haftalik bo'lgan. 31 million so'm savdosi bo'lyapti real ustida, berilmayapti. Bola o'naji 8-10 sutga deyilyapti. 31 million so'mga berilmayapti. Unda marhamat bo'ladi. 31 million so'm. Ukalar. Narxlar o'zgacha. Mansur akamizning mollaridan shu 8 kurak. Suti nechta buni? Mansur aka. Suti 12 ta 13 ta sutga beradi. 15 ta. 15 ta sut beryapti. 12 ta 13 taga sinab olgan olaverasizlar. Narxi-chi?
32 milyon kami. 32 milyon so'm kam bor. Real 28 millionga berildi. 28 million ha? 28 million, 28,5 million so'm orasida savdosi bo'layotgan molimiz. 8 kilo toza. Lapatga yo'l yotishlar. Telefon nomerlarini beringmi? Bo'ldi. Telefon nomerlarini bering. 93'lük oldu. 895 82 85. Qaysi bo'ladi akalar, aloqaga chiqib olasizlar. Sifatli mollar. Bolasini ol. Uni narxi. Narxi. Hava qilib bola ovoz qora shvetlardan 27-28 12 ton 13 ta sutga sinov olasizlar. 28 million so'm savdosi bo'lyapti. bolasini ovoz. Aytib o'tilgan raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Tish bosmagani? 4 ta tuqqan, yalagan. Tish yalagan, bir bosgan. Bir tish bosgan, bolasini ovoz 32 million so'mdan hajlyapti. 28 million so'mga buni ham berilmayapti. Akalar, aloqaga chiqib olasizlar nomerlarga. Sifatli mollar beramiz. Pulidan qoldirib sinab yuboraveradi. Marhamatli inson bo'larmi, boshqa joyda inson bo'larmi, pulidan ushlab qolib, bemalol sog'ib ichib, sinab olaverasiz. Ay, savdo bo'lyapti. Ya o'zingiz bilib Aka, begona so'raysiz? Ancha bo'ldi baraka. alohida dedim, aytdim, alohida. Aka bu qarang, mayli. Nech pulga bo'ldi ashi? Baraka bo'ldi. Mana o'g'lingiz kim o'ynayapsan? Yo'q, u ham bitta. 28 million so'mdan baraka bo'ldi. $28 million so'mdan kelib qora baraka. Bo'g'izlarga navbat. 28 million so'm kam bor, 22,5 million so'm real savdosi bo'lyapti. 8 oylik bo'g'iz. 22,5 million so'm savdosi bo'lyapti. 22,5 million so'm savdosi bo'lyapti. 28 million so'm so'ralyapti. Necha oylik bu? 22,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Necha pul aytyapsiz? Adam, bu ham 28 million so'm aytilyapti. 8 kilo 22,5 million so'mga bunisi ham berilmayapti. 7 bo'g'iz 8 oy. Bola onazi moling bormisa mana oppoqdan bor deydigan aka-ukalarimiz uchun 26 millionga bermayapsiz? 26 million so'mga berilmayapti. Suti nechta buni? Suti. Kilo bor 10 taga beraveradi. 10 tagasini olaversa 26 million so'mga berilmayapti aka-ukalar. Moling bormisa oppoqdan bor. Oq molim bor deydigandan aka. 26 million so'mga berilmayapti bola onazi. Bo'z birinchisiga yedik. Kulliga qolgandan. Hech pul ekan bu. 35 million so'm kami bor. Kishi nechta? Ikkitami? Kishini hali chiqarmadim. Ikkitani ham chiqargan yo'q. Endi rostlayapti. Ikkitani ham hali chiqargan yo'q, endi rostlayotgan momentda. Yasalar 7 bo'g'iz. 35 million so'mdan aytilyapti. Narxi aytilaveradi akalar, savdo qilinaveradi.
31 milyon so'mga berilmayapti aka. Real savdosi 31 milyon so'm bo'lyapti, berilmayapti. Shved qilib olaman, olib olaman, bitta xo'jalik bor, yengil to'yadigandan degan aka-ukalarimiz uchun 31 milyon so'mga Shved parodi hali kilo chiqarmagan, berilmayapti. Marhamat bozorlar. Nechinchisiga bu? Uchinchisiga yetiga oz, 12-15 kunlik qolgan. 30 milyon so'm narx aytilyapti. 25,5 milyon so'mga dehqonlarga bermayapti. Olib sotarlar 25 milyon so'm so'rayapti akalar. 25,5 milyon so'mga berilmayapti. Olib sotarlar. Dehqonlarga 25,5 milyon so'mga berilmayapti. Olib sotarlar 25 milyon so'm savdo qilyapti. 30 milyon so'm narx aytilyapti. Yetiga bo'g'oz 15-20 kunlik qolgan. Ishlari 6ta, 3-chi. 27 milyon so'mga 23 milyon so'm baho aytilyapti akalar. Bunisi tish bosmagan, 8 kilo limon. 23 milyon so'm bunisi savdo bo'lyapti, 18 milyon so'm. Keyingi savdo bo'lyapti mana akalar. Yetiga bo'g'ozlar kassa solib qo'ygan. 23 milyon so'm. Qorasi 18 milyon so'm, sariq savdo bo'lyapti bo'g'ozlar. Narigisi yetiyor, bunisi bir oy bor. 8 oylik, 8,5 oylik bor.